Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizor görüşler. Bu qatimlik haftalik istiqlal xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Ma'rif jamiyatida oylik suhbat yig'ini o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati har oyning 1-juma kuni o'tkazib kelayotgan suhbat yig'ini 5-sentabr juma kuni o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati har oyning dastlabki juma kunida o'tkazib kelayotgan bu oylik uchrashish suhbat yig'ini 5-sentabr juma kuni o'tkazildi. Suhbat yig'ini jamiyatning chopi markazida kech soat 19 da boshlandi. Suhbatga Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining muavin raisi Musajon Ar riyosatchilik qildi. Suhbatga Istanbulda yashayotgan nurg'un qarindoshlar qatnashdi. Suhbat Qur'oni Karim tilovat qilish bilan boshlandi. Suhbatda Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining bosh naziri Abdulhakimxon Maxsumajim qarindoshlarga amaliyatchan bo'lish, har kim qo'lidan keladigan sharoit va hunar bilan Allohning kalimasini ustun qilish uchun harakat qilish, qilayotgan har qanday ish harakatida Alloh va Allohning rasulining ko'rsatmasiga uyg'un bo'lish haqida tafsiliy so'z qildi. Suhbatning tafsilotini to'rimizning munosabatli bo'limidan ko'rib olasizlar. Her qanday bir müminge Allah tarafından qanday bir nimet belgen bolsam, ikkinchi bir müminin vazifesi onun huzurlanış, xursand buluş, faxrlanish. Allah ajabdan ba Müslüman qarindişe manda Allah bilir elhamdülillah. Bu Allah bunun nimetini dikimize alık versin. Dep manda istaşlış lazım. Müminin ahlakı bu. Obama ahirgi planini e'lon qildi. Amerika prezidenti Barack Obama 10-sentabr çarşamba kuni Iroq Sham islom davlatiga qarshi Po'lat zanjir planini e'lon qildi. Obama Iroq Sham islom davlatiga qarshi Po'lat zanjir planini o'ttirg'a qo'ydi. Amerika prezidenti Barack Obama Iroq Sham islom davlatiga qarshi Po'lat zanjir deb tonilgan planini 10-sentabr çarşamba kuni e'lon qildi. Amerika prezidenti Barack Obama Iroq Sham islom davlati tashkilotini 4 bosqichlik strategiya bilan yo'qotishni nishon qildi. U Iroq Sham islom davlati tashkilotining Amerika uchun O'rta Sharq va Afrikadagi eng chong tahdid ekanligini bildirdi. U Iroq Sham islom davlati tashkilotining terrorlik tashkilot ekanligini va tashkilot a'zolarining islom bilan hech qanday aloqasining yo'qligini yana bir qatim ta'kidladi. U Iroq Sham islom davlati tashkilotiga davomli havodan hujum qilinganligini, maqsadlarining Iroq Sham islom davlati tashkilotini yo'qotish ekanligini e'lon qildi. U so'zida bugungacha 150 dan ortiq nuqtaning bombardimon qilinganligini eskartdi va Iroq yoki Suriyada Iroq Sham islom davlati tashkilotiga zarb berishda ikkilanmaydiganligini ta'kidladi. U Iroqqa 475 harbiy xodim avatadiganligini so'ziga ilova qildi. U bu xodimlarning urush qatnashmaydiganligini, Iroq harbiy xodimlarining tarbiyalanishi va istixborot ishlariga mas'ul bo'ladiganligini eskartdi. Iroq Sham islom davlati tashkilotiga qarshi kurash doirasida Suriya qo'zg'olonchilarini harbiy jihatdan qo'llashni kuchaytirganliklarini bildirgan Amerika prezidenti Obama rakqa aylangan Iroq Sham islom davlati tahdidini yo'qotishga vaqt kerakligini va rayonga davomli insonparvarlik yordamlarining yetkazilganligini qayd qildi. Amerika doiralari o'tgan hafta NATO yig'inida o'ttirg'a qo'yilgan zanjirsimon birlashma planida Turkiya bilan NATOga a'zo 10 davlatning ismini tilga olgan edi. Obama planining bosh temalari qaraganda zanjirsimon birlashmaga kirgizilgan davlatlar Iroqqa urush askarlari avatmaydi ekan. Balki Iroq armiyasi bilan Kurd doiralari peshmergalariga qurol va vazif topshirdi ekan. Bu planning ishga oshishi uchun Amerika munosabatli davlatlardan askariy, logistik va iqtisodiy yordam talab qildi ekan. O'rta Sharq davlatlarining bo'libmi sunniy davlatlarining Iroq Sham islom davlatiga qarshi bu urushdagi zanjirsimon birlashma ishidan o'rin olishi murakkab nuqtalardan biri deb hisoblanmoqda. Amerika tashqi ishlar ministri John Kerry Angliya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Danmark, Poloniya, Kanada, Avstraliya va Turkiya qatorliq davlatlarni Iroq Sham islom davlati tashkilotiga qarshi hamkorlik o'rnatishga chaqirdi. Turkiya Iroq Sham islom davlatiga qarshi urush qilmaslikni qaror qildi. Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministeri Ahmet Davutoğlu, Baş Ministerlik sarayida ochilgan bexatarlik yig'inida Türkiye'nin Iroq Sham islom davlatiga qarshi urushga qat'iy qatnashmaslikka qaror olganligini bildirdi. Dünya Xabar To'rining 11-sentabr payshanba kunidagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Türkiye Baş Ministeri Ahmet Davutoğlu Baş Ministerlik sarayida ochilgan bexatarlik yig'inida
Turkiyaning Iroq Sham islom davlatiga qarshi urushga qat'iy qatnashmaslikka qaror olganligini bildirgan. Amerika Iroq va Iroq Sham islom davlati tahditlariga qarshi urush planini bevosita Amerika raisi Barack Obama orqali o'ttirg'a qo'ydi va Iroq bilan Suriyada texmo keng ko'lamli harakat boshlashga hozir ekanligini e'lon qildi. Amerikaning Iroq Sham islom davlatiga qarshi havo hujumini texmo zichlashtirish qaroridan keyin Iroq armiyasi, Peshmerga guruhi va Suriyadagi ba'zi ongliq o'qituvchilarning hammasi birlikda Turkiyaning askariy rol o'ynashini orzu qilib kelgan edi. Iroq Sham islom davlatiga qarshi urush plani bevosita Amerika prezidenti Obama tomonidan e'lon qilingan kuni Turkiya siyosiy va bexatarlik organlarida Turkiyaning bu urushga qatnashish yoki qatnashmasligi masalasida yig'in ochildi. Turkiya Yangi Shafaq gazetida berilgan xabarga asoslanganda 10-sentabr Anqarada Iroq Sham islom davlati urushi haqida ochilgan xalqaro bexatarlik mexanizmi yig'inida Turkiyaning Iroq Sham islom davlatiga qarshi zanjirsimon birlashmadan uzoq turishi qaror qilingan. Xabarga qaraganda yig'inda Iroq Sham islom davlatiga qarshi quruqlik va havo hujumi harakatlariga qat'iy qatnashmaslik va passiv yordam fikri o'ttirg'a qo'yilgan. Xabarga qaraganda xalqaro bexatarlik mexanizmi nomli yig'inda Iroq Sham islom davlati urushi va hozirgacha bu tashkilotning qo'lida asir tutib turilgan 49 nafar turk diplomatining ahvoli muzokara qilingan. Yig'inda Turkiyaning Iroq Sham islom davlati tashkilotiga qarshi quruqlik hujumiga yordam berishi kerakligi o'ttirib qo'yilgan zanjirsimon birlashma masalasiga aktiv qaralmasligi bilan birga Iroq va Suriyada avj olayotgan qalaymaqonchiliklarga diqqat qilingan. Shundaqla Iroq Sham islom davlati tashkilotining Suriyadagi Asad rejimining oqibati bo'lganligiga doir cho'ng siziqlar sezilish bilan birga Turkiyaning ittifoqdosh zanjirsimon birlashma ichida passiv xizmat qilish fikri o'ttirg'a qo'yilgan. Yig'in yana Turkiyaning bu masalada har qanday bir askariy harakatga qatnashishining mumkin bo'lmaydiganligi qaror qilingan. Xabarda ilgari surilishicha, Anqaraning bu urushga aktiv holda yordam qilishi go'ro'ga ilingan turk diplomatlarining hayotini xatarga uchirdi ekan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, tunugun bosh ministerlik saroyida bosh minister Ahmed Davud o'g'li riyosatchiligida ochilgan yig'inga muavin bosh minister Bülent Arınç, ichki ishlar ministri Afgan Ala, milliy mudofaa ministri Ismat Yilmaz, harbiy shtab bosh raisi general Najdat O'zal, quruqliq qismlari qo'mondoni general Xulusi Akar, jandarma bosh qo'mondoni general Abdullah Atay, ikkinchi harbiy shtab boshlig'i general Yashar Güler, bosh ministerlik maslahatchisi Faxri Kasirga, tashqi ishlar ministri maslahatchisi Faridun Sinirli o'g'li va milliy istixborot raisi Hakan Fidan qatorliqlar qatnashgan. Yig'in 3 soat davomlashgan. Xitoylar Uyg'urlarni Urumchidan qo'g'lamoqda. Xitoylar Sharq Turkistonning poytaxti Urumchida yashayotgan musulmon Uyg'urlarni ko'chirib o'tish uchun besim ishlatmoqda, hatto uylarini buzib chaqmoqda. Xitoylar Uyg'urlarni Urumchidan qo'g'lamoqda. Xitoylar Sharq Turkistonning poytaxti bo'lgan Urumchida yashayotgan musulmon Uyg'urlarni bu yerdan ko'chib ketishi uchun besim ishlatmoqda, hatto uylarini buzib chaqmoqda. Xitoy tajovuzchi doiralari Sharq Turkistonning poytaxti bo'lgan Urumchida o'ltiraqlashib qolgan Uyg'urlarni turli bahonalar va sabablarni ko'rsatib ko'chirib o'tishga majburlayotganligi, bu majburlashni qabul qilmaganlarni bo'lsa, Isroiliyaning Falastindagi musulmonlarga ishlatgan usuli bo'yicha uylarini o'rib chiqib qo'g'layotganligi ilgari surilmoqda. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir Urumchilik Uyg'ur bo'libmi 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyin Xitoy tajovuzchi doiralarining Urumchini Uyg'urlardan tortib olish siyosatini sistemalik va uzluksiz holatiga elib kelganligini, buningga turli bahonalarni ko'rsatib va mazgilga bo'lib ijro qilayotganligini ilgari surgan. Urumchilik Uyg'ur Xitoyning bu vaqtdagi ijrosining dastlabki qadamini Urumchiga Sharq Turkistonning boshqa shahar viloyatlaridan kelgan Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan, buningdan burun ot musobaqa maydoni bo'lgan rayondagi Uyg'urlarning uylarini buzib chaqib etishdan boshlaganligini, bu yerga kelgan Uyg'urlarning nurg'unlari bu yerdan yer setib olib, bir qavatlik uylarni selib o'ltiraqlashgan Uyg'urlar ekanligini bildirgan. Bu yerdagi uylarni chiqib buzish uchun Xitoy doiralari bu yerga selingan uylarning qonunliq rasmiyatsiz ekanligini, bu yerni buzib o'rniga yangi tipdagi rayonlarni bino qilmoqchi bo'lganligini o'ttirib qo'ygan va bu talablarni majburiy tangan. Buningga unamaganlarni tutib so'lab qo'ygan. Ularning u yerda ochgan do'konlarni buzib chiqib etgan. Bu rayonda o'ltirganlarning ko'pinchisi Sharq Turkistonning janubiy rayonlaridan kelgan Uyg'urlar bo'lib, Urumchi vaqasida namoyish qatnashganlarning ko'pinchisi bu rayondan qaytilganlar bo'lganligi uchun Xitoylar bu rayonda o'ltirgan Uyg'urlarning yana qarshilik harakatlarini tashkillashidan qo'rqqanligi uchun ularni bu yerdan qo'g'lashga boshlagan.
İlham To'xti 8 oydan keyin sudga chiqarildi. 8 oy ilgari Xitoy doiralari tarafidan tutib ketilgan Uyg'ur professor İlham To'xti apandi sudga tortildi va davlatni parchalashga tashabbus qilish jinoyati bilan ayblandi. İlham To'xti 8 oydan keyin sudga chiqarildi. 8 oy ilgari Xitoy doiralari tarafidan tutib ketilgan Uyg'ur professor İlham To'xti apandi sudga chiqdi. İlham To'xti apandi davlatni parchalashga tashabbus qilish jinoyati bilan ayblanmoqda. Beijingda turishliq uyidan 15 yanvarda tutib ketilgan Beijing Xalqaro universiteti o'qituvchisi va Uyg'ur inson haqlari tashabbuschisi dotsent doktor İlham To'xti apandining 8 oydan keyin tunji qatim sudga elib chiqilganligi ma'lum bo'ldi. İlham To'xti apandining Beijingda turishliq advokatlari Li Fangping va Liu Shaoyuanlarning ilgari surishicha, İlham To'xti apandi yakshanba kuni Urumchida elib berilgan sudga qatnashtirilgan va İlham To'xtining putidagi zanjir kishanlar sud jarayonida elib etilgan. Ma'lum bo'lishicha, sud 3 soat 15 minut davomlashgan bo'lib, İlham To'xti apandi haqida hozirlangan da'vonomani 5 nafar sudchi o'qib tugatgan. Mahkama İlham To'xtining o'zini qo'g'dishi uchun faqat 2 nafar advokat tutishni belgilab bergan. Ammo İlham To'xtini qarlaydigan sudchi va advokatning soni haqida hech qanday cheklama qo'ymagan. İlham To'xti apandi haqida o'qilgan da'vonomidan ma'lum bo'lishicha, İlham To'xti apandiga davlatni parchalashga tashabbus qilish jinoyati ortilgan. İlham To'xti apandi 2008-yildan beri o'zining Uyg'ur biz to'rida 200 dan ortiq turli masalalardagi maqolalarini e'lon qilgan bo'lib, bu ilmiy maqolalarning ko'pinchisi Xitoy doiralari tomonidan davlatni parchalashga qudratqo'llik qilish deb qaralgan. Uyg'ur biz to'rimi keyin Xitoy doiralari tomonidan butunlay taqib etilgan. Munosabatlik ma'lumotlarga asoslanganda İlham To'xti apandi sud mahkamasi tomonidan o'ziga ortilgan barliq jinoyatlarni rad qilgan va da'vonomada ilgari surilgan jinoyatlarning hammasini asosiy bo'lmagan so'zlar bilan jinoyat ijod qilish degan. İlham To'xti apandi yana o'zi haqida sud mahkamasida o'qib o'tilgan da'vonoma to'g'risida, bu da'vonoma mening qarashimcha ideologiyalik, siyosiy va fikr erkinligini jinoyat hisoblagan bir da'vonomadir. Bu sabab bilan bu da'vonoma mening fikr qarashlarimga qarshi meni jazoga tortmoqchi bo'layotidi degan. Abdulkarim Abduvali inson haqlari programmasiga tanlandi. 24 yildan buyon turmada yetayotgan Abdulkarim Abduvali Xalqaro kechirim tashkilotining 2014-yillik inson haqlari programmasiga tanlandi. Uy Ma'arif to'rining xabarida ma'lum bo'lishicha, 24 yildan beri ishg'olchi Xitoy kommunist doiralarining turmasida yetayotgan va o'zining haq da'vosida bir qatimmo Xitoy ishg'olchilariga bosh aymagan Sharq Turkistonlik mashhur diniy olim Abdulkarim Abduvali Xalqaro kechirim tashkiloti Amnesty'ning Shvetsiya sho'basi tomonidan 2014-yillik inson haqlari programmasiga tanlangan. Abdulkarim Abduvali 1990-yili 11-noyabr kunidan e'tiboran ishg'olchi Xitoy kommunist doiralari tomonidan diniy maktab ochdi degan jinoyat bilan qo'lga olinib, 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Abdulkarim Abduvalining 12 yillik qamoq jazosi oxirlashgandan keyin ishg'olchi Xitoy doiralari uning Sharq Turkiston xalqi oldidagi o'rni va hurmatidan qo'rqib, sababsiz va yoki qonunsiz bahona sabablar bilan uning turmada yetish vaqtini bir qancha qitim uzartdi. Xitoy doiralari hatto uning onasi vafot bo'lgandimi, onasining namoziga qatnashishiga ruxsat qilmadi. Dunyo musulmonlari, bo'libmi Sharq Turkiston musulmonlari uchun haqiqatni dodil holda o'ttirg'a qo'ygan o't yurak diniy zot Abdulkarim Abdulvali 24 yildan buyon ishg'olchi Xitoy kommunistlarining turmasida tutib turilmoqda. Hammaga qodir Janobi Allohdan uningga sabr, toqat va hurlik tilaymiz. Xitoy Janubiy Sudanga askar avatishni qaror qildi. Xitoy doiralari Janubiy Sudanga 700 nafar Xitoy askari avatishni qaror qilgan. Afrika xabar to'rining bildirishicha, Xitoy doiralari Janubiy Sudanga 700 nafar Xitoy askari avatishga qaror qilgan. Xabarda Janubiy Sudan tashqi ishlar ministri Barnaba Marial Benjaminning Xitoyning MINUS Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tinchlikni saqlash xizmati qatorida Janubiy Sudanga 700 nafar Xitoy askari avatishga ma'qul bo'lganligini e'lon qilganligi ilgari surilgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy Janubiy Sudan ikki davlat orasida iqtisodiy kelishim tuzilgan. Ammo Xitoy askarlarining Janubiy Sudanga keladigan vaqti haqida hech qanday vaqt to'xtatilmagan. Xitoy Sudanning qalaymaqon vaziyatidan foydalanib, Sudanning neftini kontrol ostiga olish uchun tirishmoqda.
Pakistanning navbatdagi vaziyati Xi Jinpingni qo'rqitdi. Xitoy raisi Xi Jinping Pokistondagi namoyishlar sababli Pokiston ziyoratini amaldan qoldirishga majbur bo'ldi. Pokistonda Pokiston hukumatiga qarshi namoyishlarning davom surishi va Islamoboddagi hukumat organlarining namoyishchilar tomonidan qo'rshovga elinishi Pokistonga ziyorat qilmoqchi bo'lgan Xitoy raisi Xi Jinpingni qo'rqitdi. Dunyo xabar markazining 6-sentabr shanba kuni xabar qilishicha, Pokistonga kelmoqchi bo'lgan Xitoy raisi Xi Jinping Pokistondagi namoyishlar sababli Pokiston ziyoratini amaldan qoldirishga majbur bo'lgan. Xabarda Xi Jinpingning Pokiston ziyoratini amaldan qoldirish qarorining ikki davlat o'rtasida maslahat elib berish orqali e'linganligi, sababning Pokiston poytaxti Islomobodda davom qilayotgan o'qituvchilarning namoyishi ekanligi ilgari surilgan. Xabarda yana Xitoy raisi Xi Jinpingning Pokiston ziyoratidan boshqa Hindistonni ziyorat qilish planining borligi, Pokistondagi namoyish sababli Pokiston ziyoratini amaldan qoldirishga majbur bo'lganligi, ammo Hindistonni ziyorat qilish planida o'zgarish bo'lmaganligi ilgari surilgan. Xi Jinpingning Pokiston ziyoratini amaldan qoldirish sababining bexatarlik masalasi ekanligini ilgari surgan Pokiston tashqi ishlar va ommaviy bexatarlik ministri Sartaj Aziz poytaxt Islomoboddagi namoyishchilar va bexatarlik andisisining asosiy sabab bo'lganligini, bundan keyingi rasmiy yig'inlarning Lahorda elib berilish ehtimolining navbatdagi kun tartib masalalari qatorida borligini uqtirgan. Xitoy-Pokiston munosabati xili yaqindir, ammo Pokistonning navbatdagi ichki siyosiy vaziyatida qalaymiqonlashish davom surib kelmoqda. Xitoy raisi Xi Jinpingning bundoq bir mezgilda Pokiston ziyorati asnosida Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga qarata elib borgan zulm siyosatlari sababli Pokiston musulmonlari va yoki Pokiston Afg'oniston oraliqida harakatda bo'layotgan Turkiston Islom partiyasi mujohidlarining ajallik zarbasiga uchrab qolishidan qo'rqib, bu qatimqi Pokiston ziyoratini amaldan qoldirishga majbur bo'lganligi taxmin qilinmoqda. Jiang Zeminning o'lganligiga doir xabarlar tarqaldi. Xitoy ijtimoiy taratqularida Xitoyning sobiq davlat raisi Jiang Zeminning o'lganligiga doir xabarlar tarqaldi. Xitoyning ijtimoiy taratqularida Jiang Zeminning o'lganligiga doir xabarlar tarqaldi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbirlarning Xitoyning sobiq davlat raisi Jiang Zeminning o'lganligiga doir so'ragan savollarga javob berib bunday dedi. Jiang Zeminning o'lganlik xabarini tunji qatim anglayapmiz. Buningga doir dalilimiz yo'q. O'tgan hafta oxiri Weibo bilan Weixin qatorliq ijtimoiy aloqa taratqularida Xitoyning sobiq davlat raisi Jiang Zeminning o'lganligiga doir xabar tarqalgan bo'lib, xabarda Jiang Zemin dovsaq raki sababli o'ldi deyildi. Xitoy doiralarining Jiang Zeminga o'xshash davlat rahbarlarining o'lganligiga doir xabarlarga inkos qaytarishi nihoyat oz ko'rilgan ahvol ekan. Uning ustiga Tashqi ishlar ministrligi bu xabarning yolg'on ekanligini rad qildigan, inkosmo qaytarmadi. Ijtimoiy taratqularda tarqalib yurgan bu xabar Beijing 301 doktorxonasidan tarqalgan. Beijing 301 doktorxonasi bo'lsa maxsus Xitoyning yuqori qatlam rahbarlari va oliy darajalik harbiy amaldorlarga sahiya mulozimat qiladi. Bu doktorxona yana Ozodlik armiya bosh doktorxonasi deb ataladi. Buningdan boshqa Yaponiyada chiqilgan Tokyo xabar gazeti buningdan ilgari Jiang Zeminning kasal sababidan balnisga kirib qolganligini xabar qilgan edi. 30 avgust e'lon qilingan xabarda Jiang Zeminning dovsaq raki sababli davolanayotganligi bildirilgan. Hozir 88 yoshga kirgan Jiang Zemin bu yil 20 may Shanxayda Rossiya prezidenti Putin bilan ko'rishgandan buyon ko'rilib boqmagan. Xitoy Kommunist partiyasi izchil yuqori darajalik amaldorlarning kasallik ahvolini davlat maxfiyat sifatida sir tutib kelmoqda. Amerika Xitoyni Iroq-Sham islom davlatiga qarshi urush qatnashishga chaqirdi. Amerika prezidentining davlat xavfsizlik ishlari maslahatchisi Susan Rice'ning Beijingda Xitoy rahbarlarini Iroq-Sham islom davlatiga qarshi urushga qatnashishga chaqirganligi bildirildi. Amerika prezidentining davlat xavfsizlik ishlari maslahatchisi Susan Rice'ning Beijingda Xitoy rahbarlarini Iroq-Sham islom davlatiga qarshi urushga qatnashishga chaqirganligi bildirildi. Amerika prezidentining davlat xavfsizlik ishlari maslahatchisi Susan Rice'ning Beijingda Xitoy rahbarlari bilan ko'rishib, Xitoyni Iroq-Sham islom davlati IShID tashkilotiga qarshi xalqaro ittifoqqa yordam berishga chaqirganligi bildirildi. Gerçi Xinhua agentligining Rice'ning ziyoratiga munosabatli xabarida ikki taraf o'rtasida Iroq-Sham islom davlati tashkilotiga qarshi hamkorlik o'rnatish masalasining
o'ttirg'i qo'yilganligi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, xalqaro axborot vositalarining bu vaqtdagi xabarda mazkur masalaning o'ttirg'i qo'yilganligi alohida ta'kidlandi. Washington pochtasi gazetining bu vaqtdagi xabarida rais Xitoyni Iroq Sham islom davlati tashkilotiga qarshi kurashga yordam qilishga chaqirgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy tarafdan Iroq Sham islom davlati tashkilotiga qarshi urush qatnashmaydiganligi haqida qanoatlanarli javobga erishalmaganligi bildirildi. Bu vaqtda ismini oshkorlashni xohlamagan bir amerikalik harbiy amaldorning bildirishicha, Xitoy bu ishga qiziqqan. Amerika bilan Xitoyning Iroq Sham islom davlati tashkilotiga qarshi urushga qanchalik kuch chiqara oladiganligi masalasi ustida muzokara olib bormoqda ekan. U yana biz Iroq Sham islom davlati tashkilotiga qarshi xalqaro birlashma qurishga tirishyapmiz. Xitoyning bu ittifoqning bir parchasi bo'lishi intayin muhim degan. Oqsaroy bayonotchisi seshanba o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Iroq Sham islom davlati tashkilotiga qarshi xalqaro ittifoq qurilishining maqsadini faqat Amerika armiyasiga tayinib qilishning oldini olish deb izohat bergan va Amerika armiyasining hal qilg'uch rol o'ynaydiganligini, ammo Iroq Sham islom davlatiga taqobil turish uchun ko'p xil strategiyaga ehtiyoj borligini bildirgan edi. Amerikadagi Xitoy elchixonasining bayonotiga asoslanganda, rais Beijingda Xi Jinping bilan ko'rishganda, Prezident Obama Amerika-Xitoy munosabatining dunyodagi ta'siri eng kuchli munosabat ekanligiga, shundaqla Amerika bilan Xitoy o'rtaq tirishganda dunyodagi har qanday cho'ng masalalarning hal bo'lganligiga qat'iy ishindi degan. Rais 3 kunlik Xitoy ziyoratida Xi Jinpingdan boshqa yuqori darajali harbiy amaldorlar bilan ko'rishgan. Rais 7-chida Beijingga yetib borgan bo'lib, bu uning davlat bexatarlik ishlari yordamchisi sifatida tunji qatim Xitoyni ziyorat qilishi hisoblanadi. U Xi Jinping bilan ko'rishishdan ilgari Markaziy harbiy ishlar komitetining muavin raisi Fan Janglong bilan ko'rishib, ikki tarafning harbiy munosabatlarini murakkablashtirib o'tadigan har qanday masalalarning oldini olishni eskartgan. U yana Xitoy armiya shtab boshlig'i Chang Wannian va tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan. Obamaning bu yil 11-oyda qildigan Xitoy ziyorati va Xi Jinping bilan uchrashishni o'rinlashtirish raisning bu qatimgi Xitoy ziyoratining muddaolarining yana biri bo'lib hisoblanadi. Xitoy Sharq Turkistondagi josuslar uchun 300 million yuan ajratdi. Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkistonda atalmış terrorlik harakatlari to'g'risida yip uchi bilan ta'minlovchilarni mukofotlash tadbiri yo'lga qo'ydi. Xitoyning ko'plagan o'lkalarida yo'lga qo'yilgan terrorlik harakatlari to'g'risida yip uchi bilan ta'minlovchilarni mukofotlash tadbiri Sharq Turkistonda ham yo'lga qo'yildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Xinhua agentligi Sharq Turkistonda terrorlik to'g'risida ma'lumot bilan ta'minlovchilarga 1 million yuan, taxminan 160 ming dollar mukofot berilganligini e'lon qilgan. Sharq Turkistondagi yerlik hukumatlar atalmış terrorlik harakatlaridan soqol qo'yishqichi bo'lgan ishlarni ma'lum qilganlarga mukofot berishni va'da qilmoqda. Xinhua agentligi bu vaqtdagi xabarida Urumchida mukofotning terrorlik amalga oshsa qanchalik ziyon keltirib chiqarish mumkinligi va yip uchi bilan ta'minlovchining orzusiga asosan belgilanganligi eskartildi. Xabarda yip uchi bilan ta'minlovchilarning kimlik uchurlarining maxfiy tutilganligi, Sharq Turkistonda 300 million yuanning mukofot uchun ayrilganligi bildirildi. Mukofot berilgan ma'lumotlar orasida atalmış terrorlik tashkiloti qurish, terrorlik tashkilotiga qatnashish, terrorlikni planlash, terrorlik qilish, terrorchilarni yo'shirish va yoki yordam qilish qatorliqlar bor. Xalqarodagi Uyg'ur tashkilotlari rayonda xotirjamsizlikning paydo bo'lishiga, Beijingning bo'libmi rayondagi xalqning diniy e'tiqodi va madaniyatiga qarata yo'l qo'ygan yuqori besimlik siyosatining sabab bo'layotganligini qayd qilmoqda. Xitoy Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb ataydigan Sharq Turkistonning mo'l yer usti va yer osti boyliqlarga ega bo'lishi, shundaqla Xitoyning O'rta Osiyo va G'arbga ochiladigan darvozasi bo'lish sababidan muhim strategik ahamiyatga ega. Mutaxassislar rayondagi boyliqlarning Xitoylarning cho'ntikiga tushib ketayotganligini, Uyg'urlar orasida rohatsizlik paydo qilyotidi deb qaramoqda. Mutaxassislar rayondagi boyliqlarning Xitoylarning cho'ntikiga tushib ketayotganligi Uyg'urlar orasida rohatsizlik paydo qilyotidi deb qaramoqda. Hürmetli televizyon görgüçler, şuna qilib bu qatimli haftalık istiqlal xabarları programımız mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmamizni ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.